Assalomu alaykum. Toshkent ovozi kanalida kunning tezkor va dolzarb bo'lgan xabarlarini yetkazib borishda davom etamiz. Bugungi dasturimizda Buxoroda 36 nafar bog'cha tarbiyalanuvchisi ikkita Damas'da tashildi. Farg'ona bankida o'marilgan millionlar, jinoyatchilar hamon lavozimda. Makronning haykali o'g'irlanib Rossiya elchixonasiga olib borildi. G'azo, tinch fuqarolar yana qonga belandi. Isroil haddidan oshdi. G'azo janubida gumanitar yordamni kutib turgan odamlar yana bir bora o'qqa tutildi. 2 kun oldin ham xuddi shu hududda insonparvarlik yordamini kutib turgan odamlarga o'q uzilib 30 dan ortiq kishi o'ldirilgan edi. Yangi holatda ham kamida 24 ta qurbon haqida ma'lum qilinmoqda. Isroil harbiylari G'azo sektori janubidagi Rafah shahrida yordam tarqatish punktiga yaqin joyda o't ochdi. Hamas nazoratidagi anklov Sog'liqni saqlash vazirligi 24 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Isroil mudofaa armiyasi harbiylari ogohlantiruvchi o'qlarga javob bermagan shubhali odamlarga qarata o'q uzgani haqida axborot bergan. G'azo sektori fuqarolik mudofaa xizmati vakili Mahmud Bassalning ta'kidlashicha, isroillik harbiylar gumanitar yordam kutayotgan falastinliklarga tank va dronlardan o'q uzgani ma'lum qilgan. Yakshanba kuni Hamas nazorati ostidagi Sog'liqni saqlash vazirligi xuddi shu joyda Isroil zarbalari oqibatida 31 kishi halok bo'lgani va 200 ga yaqin kishi jarohatlanganini ma'lum qilgan. O'shanda saqal harbiylar falastinliklarga qarata o'q uzganini rad etib, askarlar ularga yaqinlashib kelayotgan odamlar tomonidan tahdidni sezgandan so'ng ogohlantiruvchi o't ochganini aytgan edi. Endi esa Isroil mudofaa kuchlari harbiylar yordam tarqatish punktidan taxminan yarim kilometr uzoqlikda shubhali shaxslarni aniqlashgandan so'ng o't ochganini aytishmoqda. Bayonotda aytilishicha, dastlab ogohlantiruvchi o'q uzilgan. Xavotir uyg'otgan shaxslar yaqinlashishda davom etgach, harbiylar tomon harakatlanayotgan bir nechta alohida gumonlanuvchilar turgan joyga qo'shimcha o'q uzilgan. Isroil mudofaa armiyasi ham qurbonlar haqida xabarlardan xabardorligi, voqea tafsilotlari o'rganilayotganligini ma'lum qilishgan. Hamas tomonidan boshqariladigan anklov Sog'liqni saqlash vazirligi navbatdagi hodisa oqibatida 24 kishi halok bo'lgani va o'nlab odamlar yaralanganligi haqida xabar berib o'tishmoqda. Fuqaro mudofaasining vakili Basal BBCning G'azodagi muxbiri Rushdi Abulaovga Rafahdagi yordam tarqatish markazida halok bo'lgan va yaralanganlarning aksariyati tanklar, vertolyotlar va kvadroskopterlardan o'qqa tutilganini aytib o'tgan. Bassal hodisa markazi yaqinida emas, balki G'azo gumanitar jamg'armasi fondidan bir necha 100 metr uzoqlikda sodir bo'lganini tasdiqladi. Xon Yunisdagi Nosir shifoxonasi direktorining aytishicha, Isroil kuchlari tinch aholi olomoniga qarata o't ochish natijasida 24 kishi halok bo'lgan va 37 kishi yaralangan. Ularning so'zlariga ko'ra, jarohatlanganlarning aksariyati o'qotar qurollardan olgan tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Saqal ma'lumotlariga ko'ra, falastinliklar tashkillashtirgan yo'nalishlar bo'ylab Rafahdagi yordam tarqatish punktiga ketayotgan qo'shinlar yordam tarqatish majmuasidan taxminan yarim kilometr uzoqlikda harbiylarga yaqinlashayotgan va shu bilan birga oldindan tasdiqlangan yo'nalishdan chetga chiqayotgan shubhali odamlarni payqagan, deb yozadi Times of Israel. AQSh va Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va yordamni taqsimlashga mas'ul bo'lgan G'azo insonparvarlik yordami jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, yordam seshanba kuni ertalab hech qanday hodisalarsiz berilgan, deya ta'kidlaydi nashr. Isroil mudofaa armiyasi jamg'armaga G'azo aholisi orasida yordamni taqsimlash va uning Hamas terrorchilik tashkilotiga tushishiga yo'l qo'ymaslik uchun mustaqil ravishda harakat qilish imkonini berishini aytmoqda. Isroil mudofaa armiyasi harbiylarga G'azo aholisining taqsimlash punktlariga kelishiga to'sqinlik qilmaydi. Otishma taqsimlash punktidan taxminan yarim kilometr masofada harbiylarga xavf tug'diradigan tarzda yaqinlashayotgan ayrim gumonlanuvchilarga qarata olib borilgan, deya ta'kidlanadi Sahal bayonotida. G'azo insonparvarlik yordami jamg'armasi avvalroq o'z punktlari atrofida tartibsizlik va otishmalar haqidagi xabarlarni rad etgan edi. Farg'onada bank mas'ullari va hokim yordamchilarining qing'irishlari aniqlandi. Xalq bankining O'zbekiston bank xizmatlari markazida ishlovchi mahalla bankiri mazkur markaz boshqaruvchisi o'rinbosari bilan o'zaro til biriktirib, 2 nafar fuqaro nomiga 66 million so'm kredit ajratib berish evaziga 10 million so'm talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mahalla bankiri so'ralgan pul mablag'larini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Tergovgacha tekshiruv davomida u kredit ajratib berish uchun muqaddam 600 ming so'm, bank boshqaruvchisi o'rinbosari esa 920 ming so'm olganligi aniqlandi. Shuningdek, Xalq banki O'zbekiston bank xizmatlari markazi mansabdor shaxslari O'zbekiston tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridagi 2 nafar hokim yordamchisi va ulgurchi savdoga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari soxta hujjatlar asosida boshqa fuqarolar nomiga 153 million so'm miqdorida maqsadsiz kredit ajratishga erishib, ularni naqdlashtirib talon-taroj qilganliklari ham ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bank xizmatlari markazi boshqaruvchisi o'rinbosari 2000 va 2015-yillarda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi va 211-moddasi 1-qismi bilan sudlangan. Davlat banklari, ayniqsa Xalq banki kabi yirik moliyaviy muassasalar xalq ishonchiga asoslangan. Ammo ana shunday holatlar bank xodimlari o'z lavozimlaridan shaxsiy manfaati yo'llarida foydalanishi butun tizimga bo'lgan ishonchni so'ndiradi. Boshqaruvchi o'rinbosari ilgari 2 marotaba jinoyat sodir etib sudlangan bo'lsa-da, qanday qilib yana shunday muhim bo'lgan lavozimida ishlab kelgan? Jiddiy savol. Bu kadrlar siyosatida yetishmovchiliklar borligini ko'rsatadi. Banklar tomonidan berilgan kreditlar davlat mablag'laridan shakllanadi. Shu sababli ularni soxta hujjatlar bilan olib, naqdlashtirib yuborish xalq pulini talon-taroj qilish demakdir. Bu faqat iqtisodiy emas, ijtimoiy oqibatlarga ham olib keladi. Bu kabi jinoyatlarga chek qo'yish uchun kadrlarni qattiq nazoratdan o'tkazish, kredit ajratishdagi shaffoflikni kuchaytirish, har bir operatsiya ustida real-time nazorati tizimini joriy etish kerak. Rossiya tanqidchilari Parijda Makronning haykalini o'g'irlab ketdi. Kecha 2-iyun kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Makronning haykali Parijdagi Mum haykallar muzeyidan o'g'irlab ketildi. Bu haqida internet nashrlari xabar beradi. Aniqlanishicha, 2 ayol va 1 erkakdan iborat 3 nafar shaxs muzeyga oddiy mehmonlar sifatida kirgan va hojatxonada muzey xodimlarining formasini yashirincha kiyishgan. Ular Fransiya prezidentining haykalini zaxira chiqish eshigi orqali olib chiqib ketgan. Taxminan 40 ming yevro turadigan Makronning mumdan yasalgan haykali adyol bilan o'ralgan. Hodisadan ko'p o'tmasdan muzeyga o'zini Greenpeace tashkilotining faoli deb tanishtirgan erkak qo'ng'iroq qiladi va aynan o'zi va uning sheriklari haykalni o'g'irlaganini bildirgan. Haykal Parijdagi Rossiya elchixonasining binosining oldiga olib boriladi va u yerda Ukraina yonmoqda, biznes davom etmoqda degan bannerlarning yoniga o'rnatiladi. Faollar shuningdek uran, gaz degan yozuvlarni ham joylashtirib, urush fonida Fransiya va Rossiya o'rtasida davom etayotgan energetika hamkorligiga ishora qilgan. Greenpeace'ga ko'ra 2024-yilda Fransiya Rossiyaning suyultirilgan gazining Yevropadagi eng yirik importchisiga aylangan, shuningdek kimyoviy o'g'itlar importini oshirgan. Tashkilot bosh kotibi Jean-François Julier esa Makronni Rossiya bilan savdo aloqalarini davom ettirayotganini tanqid qilmoqda. Hozirda voqea yuzasidan tergov olib borilmoqda. Ma'lumot uchun, Rossiya bosh prokuraturasi 2023-yilning mart oyida Greenpeace'ni chet el agentlarini moliyalashtirgani va Rossiyaga qarshi targ'ibot olib borayotgani uchun nomaqbul tashkilot deb e'lon qilgan. Tashkilot esa qarorga munosabat bildirar ekan, Rossiyadagi 1992-yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lim tugatilganini e'lon qilgan va bosh prokuraturaning qarorini bema'ni, mas'uliyatsiz va buzg'unchi qadam mamlakat manfaatlarini himoya qilish bilan umuman bog'liq emas deb baholagan. Buxoroda 36 nafar bog'cha tarbiyalanuvchisi 2 ta Damas'da tashildi. Holat yuzasidan haydovchilarga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Shuningdek, bog'cha mas'ullari ustidan yuqori turuvchi tashkilotlarga taqdimnomalar kiritildi. Buxoro viloyatida Damas rusumli transport vositalarida o'nlab bolalarni tashish holatlari aniqlandi deb xabar beradi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizlik xizmatining axborot xizmati. Qayd etilishicha, Jondor tumanida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan 2 ta Damas mashinasi to'xtatilgan. Ular jami 36 nafar, birinchisi 20, ikkinchisi 16 nafar bog'cha bolalarini olib ketayotgan bo'lgan. Ushbu xavfli tashishlar bolalarni bog'chalardan olib kelishda sodir bo'lgan va faqatgina yo'l harakati inspektorlarining o'z vaqtida aralashuvi tufayli yuz berishi mumkin bo'lgan fojia oldi olinishi ta'minlandi. O'ta mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan haydovchilar allaqachon javobgarlikka tortildi deyiladi
Xabarda holat yuzasidan haydovchilarga tegishli chora ko'rilgan, shuningdek bog'cha mas'ullariga nisbatan ham chora ko'rish uchun yuqori turuvchi tashkilotlarga taqdimnomalar kiritilgan. O'zbekistonda bolalarni Damas avtomobilida noqonuniy tashish holatlari muntazam ravishda aniqlanmoqda. Avvalroq Surxondaryo viloyatining Denov tumanida 32 nafar, Qashqadaryoda esa 17 nafar bolani Damasda tashlayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu faqat bir yoki ikki haydovchining xatosi emas, bu butun tizimdagi beparvolikning ifodasidir. Bog'chadagi mas'ullar, tuman xalq ta'lim bo'limlari, hatto ota-onalar ham bu xavfli holatlarga befarq qaragani achinarli. 36 nafar bola bu shunchaki raqamlar emas, bu 36 hayot, 36 oila. Agar yo'l patrul xizmati xodimlari vaqtida aralashmaganida bu xabar sarlavhasida fojia, halokat, jasadlar degan so'zlar bo'lishligi mumkin edi. Farzandlarimiz hayoti arzon transportga siqqanicha sig'dirib yuboriladigan yuk emas. Bunday holatlarga nisbatan qat'iy va keskin choralar ko'rish vaqti allaqachon kelgan. Ayni vaqtda sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lganimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, kuningiz xayrli o'tsin.